Tinib tinchimagan odamlar, nimalarni o'ylab chiqarishmaydi-ya. Assalomu alaykum, G'ayrat Baraka kanalining obunachilari, kuzatuvchilari. Mana navbatdagi avashariya seizmilchitlarimiz tayyor bo'ldi. Xudo xolasa mana nerjevekalardan ham tayyor. Nerjevekalarining 3 ta pichoqli bo'ladi. Mana pichoqlar zavodskoy Xitoy pichoqlar hammasi nerjeveka mana jang bosilganidan. Xo'p, bu yoqda plastmassa taqililari ham bor. Ular shu qo'lda erikib charchaganlardan ko'ra izlatlar shu izmechiltida kesib maydalab po'choq uydagi qovun po'choq, to'riq po'choqlarni, hop, keyin karam, yana nima baqlajon, shunga o'xshagan mayda chudalarni tashab, unda maydalab kepaga aralashtirib yetsanglar, tovuqlar nihoyatda sert tuxum bo'ladi, xudo xolasa. Maza qilib at-xudam chiqmaydi uyda, isrof bo'lmaydi, hamma yerda pishirib beraverasizlar. Mana biz hozir ishlash jarayonlarini ko'rsatib berishdi. Sizlarga ko'rsatib beramiz. Xudo xolasa mana yoqinchi. Soling chiqadi. Mana savzi, mana savzi, baqlajon, oshqovoq, karam, kepak mana soling. Olib yopib qo'ying. Ha. Bitta solib yoping. Ko'proq solib yopib qo'ying. Soling mana karamdan oshqovoq. Mana oshqovoqlar solinyapti mana. Soling, oshqovoqdan soling, oshqovoqdan. Ha. Keling, tepadan soling, chiqing, soling ulardan. Ha. Tepadan soling. Soling. Soling yana soling. Soling. Yana soling. Soling. Mana toping. Mana maydalangan holati hozir chiqadi. Bismillahirrohmanirrohim. Mana. Texnika mo'jizasini ko'rganman-ku. Lekin bunaqasini. Mana. Ko'ryapsizlarmi? Men ham qilib qo'ydim mana. Mana yirik narsalarni. Mana avashariya seizmilchitlar mana. Mana jo'jadan tortib katta tovuqqa qilib mana hammasi. Katta tovuqdan jo'jagacha yeydi. Bemalol. Buni o'chiring. Mana sizlarga endi e'tiboringizga endi plastmassa paqililarni ham ishlab beramiz. Tomosha qilasizlar mana. Xudo xolasa. Mana davom etamiz. Mana Xudo xolasa yangi hammasi. Mana yoqinchi. Soling. Ko'p soling. Shagird bola, ko'p soling. Teknologiya. Soling oshqovoqlarni. Karamlardan soling. Mana. Hop, kepedi. Soling hammasini. Hammasi ko'tarib soling. Mana. Ishlash jarayoni. Mana tayyor mahsulot. Mana tushyapti. Hammasi. Qo'titamiz. Xullas mana xudo xolasa tayyor. O'zbekiston bo'yicha BTSlardan chiqarib yuboramiz. Dastavkalari pulli bo'ladi. Xudo xolasa yurtma berishinglar mumkin. Tayyorlari ham hozircha bor mana. Nerjevekaligi ham sal qimmatroq bo'ladi. Endi o'zingizlar bilasizlar. Nerjeveka qimmatligi uchun mana yangi nerjeveka idishlardan tayyorlanadi. 3 ta pichoqlik. Mana xudo xolasa. Maza qilib foydalaninglar, buyurtmalarni qabul qilamiz. Murojaat uchun pastda telefon raqamini qoldiramiz. Xudo xolasa mana kuzda yana jo'ja sezonlarimiz kelyapti. Rossiya jo'ja boqqani zo'r. Xudo xolasa. Sog' salomat bo'linglar. Kanalimizni
kuzatishni davom etinglar. Xudo xolasa G'ayrat baraka kanaliga omad tilab turasizlar. Bloger akamiz kanaliga tashlab turibmiz. Mana video roliklarimizni. G'ayrat akamiz ham ismi G'ayratbek, mana ham fermerning ismi G'ayratbek. Sog' salomat bo'linglar. Ты заходи, если что.